chorvador qachon natijaga erishadi? Chorvador Mana shu firmada 5000 dan ziyod mol bor. Shularga qanaqa ratsion qilgansizlar, aka? organizmda yog' to'planishi kuchayib ketadi. Siz sifatli go'sht emas, sifatli yog' olib qolasiz. Ya'ni terining orasida yog', faqat yog' qatlam bo'ladi. Hamma molga har xil ratsion bor ekan. Bitta umumiy qilib bo'lmaydi. Ko'pchilik chorvadorlar o'ylaydiki, navosimizning oldiga qoplab yem to'ksak, tez semiradi. Endi mol 100 kilogramm sifatli go'sht olish uchun nima qilishimiz kerak? Mol tez kasallikka chalinuvchan bo'ladi, ichib ketadi, holsizlanadi, qisqasi chidamsiz bo'lib qoladi. O'sha uchun ham ko'p yem bersak, mol birdan ishtahasi buzilib, bir ko'ngli aynib, so'laklari, jig'ildoni qaynab, holatlar ko'p bo'lar ekanda. Assalomu alaykum, hurmatli chorva ixlosmandlari. Bugun hamma qiziqqan mavzu 90 kunda molni 100 kilogrammga semirtirish bo'yicha gaplashamiz. Buning uchun hozir ushbu videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Bu savollarning hammasiga 4 yillik tajribaga ega Zatexnik Ergash akamiz gaplashadilar. Assalomu alaykum Ergash aka. Assalomu Xo'p, alaykum. Ergash aka o'zi molni 100 kilogrammgacha 90 kunda semirtirish mumkinmi? Assalomu alaykum. Ko'pchilik chorvadorlar o'ylaydiki, qoramolning navosimizning oldiga qoplab yem to'ksak, tez semiradi. Aslida unday emas. Bugun men sizlarga mana shu xatoni qilmasdan 100% ishlaydigan metodlarni sodda qilib tushuntirib o'taman. Tushunarli Ergash aka. Keyin bo'lmasam birin-ketin men sizga savollar berib ketay. Siz shu savollarga javob bersangiz. Xo'p, birinchisi, ko'pchilik chorvadorlar faqat moliga makka jo'xorisi, bug'doy yormasi, shunaqa ozuqalar beradi, lekin moli yaxshi semirmaydi. Nima xato ketyapti aka? Kamron aka, gap shundaki, qoramollar oshqozon 4 ta kameradan iborat bo'lib, buning eng birinchisi va eng kattasi katta qorin hisoblanadi. Katta qorinda milliardlab bakteriyalar bor va bu bakteriyalar ozuqani qabul qilib, bejig'itish jarayonida, yumshatish jarayonida ishtirok etadi. Biz faqatgina donli mahsulotlar, makka doni yoki o'sha shunga o'xshash mahsulotlar berganimizda katta qorinda kuchli bejg'ish jarayoni hosil bo'ladi va bu yerda muhit nordonlashib boshlaydi. Mol o'ziga nagruzka, ya'ni yuklama oladi. Ya'ni hazm qilishi birdan to'xtaydi demoqchisiz, to'g'rimi? Hazm qilish to'xtaydi, ozuqa yemaydi, o'zini behol his qilib boshlaydi. Aka, yana bitta savol. Mana shu mol bijg'ish jarayoni ertaroq chiqishi uchun dori-darmonlar bilan chiqish kerakmi yo qanaqadir bir yo'llari bormi? Xo'p, dori-darmon bu oxirgi chora. Dori-darmon oxirgi chora. Birinchi o'rinda biz ozuqasi bilan shug'ullanishimiz kerak. Biz qoramolga ko'proq pichan, shulxa kabi ozuqalar berib, katta qorindagi kletchatka miqdorini joyiga keltirsakkina, o'shanda ishla boshlaydi. Aka, yana bitta narsa, kletchatkani ko'pchilik tushunmasligi mumkin-da. Kletchatka o'zi nima? Qanaqa vazifani bajaradi o'zi molda? Xo'p, kletchatka xuddi shu vazifani bajaradi va qoramol oshqozonida harakat tufayli yegan ozuqasi katta qorindan yana og'izga qaytib keladi. Molga siz aytgan ozuqalarni berdik, ratsionni to'g'irladik. Endi mol 100 kilogramm sifatli go'sht olish uchun nima qilishimiz kerak? 100 kilogramm sifatli go'sht olish uchun ratsionda oqsil, uglevod va yog'. Oqsil nimani bajaradi, uglevod nimani bajaradi, yog' nimani bajaradi? Nimaga ular kerak aka bizga? Xo'p, oqsil bu tananing qurilish asosi hisoblanadi. Barcha o'sha hujayralar va organlar hammasi oqsildan tashkil topgan. Uglevod va yog' bu energiya. Eng kuchli energiya bu yog' hisoblanadi. Lekin ortiqcha yog' organizmga zarar bu. Ko'pchilik kasalliklar yog' tufayli kelib chiqadi. Bizga eng kerakli narsa bu oqsil hisoblanadi. Oqsil sifatli go'sht, sifatli sut va sifatli bola, ya'ni buzoq. Ratsion balanslashgan bo'lishi kerak. Qachongina sizning ratsioningiz balanslashgan bo'lsa, shundagina molingiz semira boshlaydi. Masalan, siz yog'ni ko'p berib boshladingiz yoki uglevodni ko'paytirib yubordingiz yoki oqsilni ko'paytirib yubordingiz. Mol tez kasallikka chalinuvchan bo'ladi, ichib ketadi, holsizlanadi, qisqasi chidamsiz bo'lib qoladi va o'ziga go'sht olmaydi. Hammasini o'zini normasida berish kerak. O'zining normasida berish kerak. Lekin oqsilni ozgina ko'proq berish kerak ekan. Oqsilni ko'proq berish kerak. Tushunarli. Qaysi ozuqalarda mana shu aytgan narsangiz bor? Qaysi ozuqadan olsa bo'ladi? Siz berayotgan pichan, uglevodga, oqsilga boy. Siz berayotgan paxta shirot, oqsilga boy. Keyin silos uglevodga boy. O'sha siz berayotgan yana shirotga qaytamiz. Bu yerda yog', siz organizmga kerakli bo'lgan yog', hammasini o'sha
berayotgan ozuqalaringizdan oladi. Murojaat qilsa, kimdir murojaat qilsa, biz ratsionni tuzib, balanslashtirib bera olamiz. Ha, ya'ni hozir obunachilarimiz birontasi sizga murojaat qiladigan bo'lsa, siz individual ravishda ratsion tuzib bera olasiz. Albatta. O'zining ozuqasidan kelib chiqib, masalan, sen buni olishing kerak, sen buni olishing kerak deb emas. O'zining ozuqasidan kelib chiqib, balanslashgan ratsion tuzib bera olamiz. Ha, tushunarli. Shunaqa foydali ma'lumotlar ketyapti. Shuning uchun ekranga bitta like bosib, obuna bo'lishni unutmang. Hali qiziqarli ma'lumotlar oldinda. Xo'p, aka tushundim. Hozir men molni 100 kilogramm semirtirishim uchun faqat shu ozuqalar berishim kerakmi yoki qanaqadir yana qo'shimchalar bormi? Ovqat berganingiz bilan hech narsaga erisha olmaysiz. Ha. Birinchi navbatda siz boqish davringizni bo'lib olishingiz kerak. Ya'ni, masalan, 90 kun boqmoqchisiz, siz bu davrni 3 ta fazaga bo'lib olsangiz, maqsadga muvofiq bo'ladi. Ya'ni, o'stirish, yetiltirish va o'sha go'sht uchun, ya'ni boqish alohida oxiriga aytdim. Ha. Go'sht uchun yetiltirish. Ya'ni molni birinchi o'stirib olishimiz kerak. Birinchi navbatda o'stirib olishimiz kerak. Ikkinchisi O'sha ozuqaga, ya'ni yetilishga o'rgatib olishimiz kerak. Ya'ni organizm qabul qilish jarayonini tezlashadigan, ya'ni o'sha nima deydi? Ozuqani organizm ikkilanmasdan qabul qiladigan darajada o'rtada bitta faza qilib olishimiz kerak. Ya'ni siz berayotgan masalan kuniga qanchadir yem berasiz, yuqori yem berasiz, lekin u organizm qabul qila olmaydi, yeya olmay qoladi yoki o'sha yeganini hazm qila olmay qoladi. Yo'q. O'rtada siz bergan ozuqani yeyishdi, ya'ni organizm o'ziga qabul qilishni uchun alohida faza. o'sha uchun ham ko'p yem bersak, mol birdan ishtahasi buzilib, bir ko'ngli aynib, so'laklanib, jig'ildoni qaynab, holatlar ko'p bo'lar ekanda. Siz berayotgan hozir savol, ya'ni ko'p yem bersak yoki yemish bersak o'sha organizm buziladi. Albatta buziladi. Bu jarayonda berayotgan ozuqangizni qabul qila olmay qoladi. Yeydi, lekin organizm o'sha oshqozon nima buzilib ketadi. Ozginasi yashash uchun qoladi-da, qolgani chiqib ketadi. Ha, zo'r. Qabul qila olmaydi. Xo'p, endi go'sht olish etabiga o'tsak aka, ya'ni nima qilsak yog' emas, endi yog' ham qanchadir qismi qoladi, ko'proq go'sht olamiz. Uchinchi faza, ya'ni o'sha go'sht olish fazasi, siz ko'proq oqsilga boy, organizm qurilish materiali bo'lgan, o'sha proteinga ko'proq bo'lgan ozuqa berishingiz kerak. Bu jarayon siz bug'doy berasiz, arpa doni, ya'ni uni berasiz yoki makkajo'xori don berasiz, shirot berasiz. Lekin afzalini shirot berishingiz shart, chunki eng yuqori protein va organizmga kerak bo'ladigan ozuqalar shirotda ko'p bo'ladi. Tushundim. Ya'ni shirot eng glavni oqsil bo'lsa, qolgani ham oqsil, lekin qo'shimcha oqsilchalar. Yordamchi. Podeshkaga keladi. Shunday. Ko'p oqsil organizmda hazm bo'ladi. O'ziga keraklisi olinadi organizm uchun. Qolgani go'sht sifatida yig'ilib boshlaydi. Yog' emas, go'sht sifatida yig'ilib boshlaydi. Siz boshqa masalan yog'ni ko'paytirib yuborsangiz yoki uglevodni ko'paytirib yuborganingizda organizmda yog' to'planishi kuchayib ketadi. Siz sifatli go'sht emas, sifatli yog' olib qolasiz. Ya'ni terining orasida faqat yog' qatlam bo'lib. So'ygani faqat charvi chiqadi. Shunday. Faqat yog'. Oq go'sht bo'ladi. Bozorimiz faqat hozir qora go'shtga moslanishga. Shunaqa. Eng shirini ham shunday. Xo'p, Ergash aka, yem berishda, ozuqa berishda tushunib oldim. Endi ratsionda ham qanaqadir o'zgarish bormi mana shu 100 kilogramm vazn olish uchun? Albatta. Eng asosiysi bu ratsion. 3 ta fazada 3 xil ratsiondan foydalanamiz. Dastlabki fazada bu siz o'sha molni uyga olib keldingiz va unga pichan, kamroq yem berasiz. Kamroq. Pichan, somon yoki beda kamroq yem. Ikkinchi fazada siz pichanni kamaytirib, sekin-sekin konsentrat yemlarni, o'sha yuqori energiyaga boy yemlarni sekin-sekin ko'tarib borasiz. Sekin-sekin ko'tarib borasiz va organizm uni qabul qilishga o'rganadi. Va o'sha oxirgi fazada bu faqat boqish fazasi, eng yuqori pik nuqtaga yetgan ratsion, to'liq balanslashgan va yuqori konsentrat yemlardan foydalanadi. Buni qanaqadir oylarga bo'lib chiqsak bo'ladi? Masalan, 1-oydan 3-oygacha mana shunday qilsangiz yaxshiroq deb. Albatta bu bo'lib chiqamiz. Ratsion o'sha biz ishlab beramiz. Murojaat qilsa, ishlab beraveramiz. Ya'ni hamma molga har xil ratsion bo'lar ekan. Bitta umumiy qilib bo'lmaydi, to'g'ri? Yo'q, umumiy qilib bo'lmaydi. Bu ratsion kunlik ehtiyojdan kelib chiqib tuziladi. Molning yoshi, zoti va kilogrammiga qarab
ratsion tuziladi. Ya'ni Ha. tirik vazniga qarab ratsion tuziladi. Ergash aka, mana shu fermada 5000 dan ziyod mol bor. Shularga qanaqa ratsion qilgansizlar aka? Xo'p, bizning ratsion fermada silos, senaj, vijimka bor, paxta shirot, soya shulxa va kombikor menlardan foydalanamiz. Kilogramini ham aytib ketishim mumkin. 15 kilo silos, 2 kilo senaj, 1,5 kilo vijimka beramiz, 1,5 kilo paxta shirot beramiz, soya shulxa 500 gram, kombikor ham ko'proq beramiz, chunki bizlar sutga moslashganimiz uchun barcha ozuqalar o'sha kombikor yemda saqlangan bo'lib, bizga asosiy nimani mahsuldorlikda kombikor yem beradi. Tushunarli. Hozir bu yerdagi mollar necha yosh vazni qanaqa bo'ladi aka? O'rtacha bu yerda 3-4 sog'im mollar ko'proq tashkil topgan va 650-700 kilogramlik mollar hammasi. Tushunarli. Ergash aka, rahmat aka suhbat uchun. Haqiqatdan ham chorvadorlar uchun kerakli va foydali suhbat bo'ldi. Endi bu amallarni bajarsangiz 90 kunda 100 kilo, 120 kilo, balki undan ham yuqori natijaga erisharsiz. Faqat hammasini to'g'ri va aniq qilishingiz kerak. Eng asosiy sirni bilib oldim aka, yemda aslida paxta shiroti va shluxa ko'proq qilish kerak ekan. Zo'r. O'zingiz ham qanaqadir bir obunachilarga fikrlaringiz bo'lsa? Chorvador qachon natijaga erishadi? Chorvador sifatli ozuqa va o'zgarmas qoidalar bilan ishlasa, shundagina natijaga erishadi. Rahmat aka. Xo'p, endi sizlar ham Ergash aka aytganday, tepada yuqori sanab o'tgan kerakli ozuqalar, paxta shiroti va paxta shulxasini hech qanday vositalarsiz to'g'ridan-to'g'ri birinchi qo'l chorvachi zavoddan olishlaringiz mumkin. Ekrandagi pastdagi raqamlardan foydalanib qo'ng'iroq qilsangiz, operatorlarimiz o'zlari sizlarga batafsil ma'lumot beradi. Aytgancha, mana shunaqa videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, hoziroq videoga like bosing va sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha